Navbatdagi xaridimiz shunday 15 grammlik bronskiy zemeyka bo'ldi. Buni sestramiz 4 kundan kelib xarid etdi. Bizlarning bir klientlarimiz bor. Bu yerda emas 4 kunda arzon deb aytadilar. Mana 4 kunning o'zidan kelib turib 4 kunda ko'rib, hamma yer bilan solishtirib ko'rib, bizlarning magazinda tanlab arzon etib berdik bronskiy zemeykani. Yaxshi kunlarga tag'in, undan ham zo'rlarni yetirsin. Rahmat Yulduz akaga. 4 kundan keldik bizlar ham omaka. 4 kundan arzon ekan axir. Avon, rahmat. Yaxshi kunlarga tag'in. Navbatdagi xaridimiz shunday darushka uzugimiz bo'ldi. Bakinskiy brilliant 750 proba. Buni erlari ayollarining tug'ilgan kuni uchun olib berdi. Yaxshi kunlarga tag'in, undan ham zo'rlarni yetirsin. Eng ajoyib narsa bular. Bularning brilliantlari eng asl brilliantlar. Navbatdagi xaridimiz shunday ham gurmet variant, ham Christian Dior bo'ladigan brasletimizni xarid etdi. 13 grammlik. Doimiy klientimiz, hamma narsasini bizlardan oladi bu klient qizimiz. Yaxshi kunlarga taqdirdan, undan ham zo'rlarni yetirsin. Yulduz opaga birda Yulduz opadan olaman. Oltinlar zo'r. Yaxshi kunlarga taqdir. Navbatdagi xaridimiz Bostondan kelgan klientimizga shunday dorikali Madonna komplektimizni xarid etdilar. Yaxshi kunlarga tag'in, undan ham zo'rlarni yetirsin. Hamma yerdan arzon etib kelishtirib zavod baholarida berdik. Kimga yana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Gold Yulduzda kutib qolamiz. Navbatdagi xaridimiz shunday gurmet braslet bo'ldi, 11,5 grammlik. Onalari qizlarni oldi. Qizlari Moskvada o'tirib Instagramdan bizlarni kuzatib o'tirib, shu gurmet brasletimizni yoqtirib olib xarid etdilar. Xudoyim yaxshi kunlarga taqsin qizimiz, bundan ham zo'rlarni yetirsin. Qizining o'zi Moskvadan kelgandan keyin xalasa yana gram ullaytirib olsam bo'laman dedi. O'yog'ina javob narsa, kim nima narsa olishidan qat'iy nazar gram ullaytirib olsa bo'ladi. Yaxshi kunlarga taqsin qizimiz. Navbatdagi xaridimiz shunday 750 proba Bakinskiy brilliantni xarid etdilar. Bu akamiz Urganishdan kelib bizlarning doimiy klientimiz. Yanda qo'shimchasini kundalikka taqmagan Sofuzar brendidan shunday italyanskiy surg'a yuzugimizdan xarid etdilar. Dinarabga yaxshi kunlarga tag'in, undan ham zo'rlarni yetirsin. Kimga shunday tanlovlar kerak bo'lsa, Gold Yulduzda kutib qolamiz. Bu 11 gramlik ko'rtir. Bu 925. Shuni Bugun bo'lmasa ertaga birinchi kunga beramiz. Buni ko'ring, buni ko'ring.